Bu voqea juda uzoq paytlar oldin bo'lib o'tgan. Bu mening bolaligim. Unda buni sizlar bilan bo'lishay. Orif, shu ketdik ana. Samolyotlar turibdi. Mazza qilib olamiz. Delik, men qo'rqyapman. Balki qo'lga tushib qolsak-chi fermerlardan. Qo'lga tushmaymiz. Reja esingda, a? Ha, esimda o'rtoq. Sen bug'doylarni olib chiqib berasan, men tezda suraman. Ha, shunaqa. Xo'p, aqa borib keyin bu bo'lishib olamiz. Hop. Oyda, qanaqasiga bu narsa qilaysan sen? Bilmadim. Xo'p, qani? Oyog'im og'ridi. Qani? Yo'q, nima uchun? Hayır emas. Qo'lga tushdimmi? Qani, qayerda? Qochdim. La'natlar bo'lsin. Hayır emas, hozir oldinga boryapman-ku. Yo'q. Qanaqa qilishim mumkin? Yo'q. Ular ataylab bizni qo'lga tushirish uchun qo'yilgan ekan. La'nat. Hayır emas, hozir. Nima bo'ldi? Yugur, Orif, yugur! Esingdan chiqsa hammasi. Qochdik, qo'lga tushdik-ku. Ha, qo'lga tushdlaringmi? Ha, gelik, sen uyingga yashinaman deb o'yladingmi? Iflos. Hoy, tinchlaring. Ustoz, men buni xohlamagandim. O'zi nima bo'ldi? Menga ayting-chi. Las eshitding, ustoz Kay. Bu olim bilan mana helikoptermi, mana shu helikopter. Ha, helikopter kalasi meni bog'imdan somon o'g'irlamoqchi bo'ldi. Nima? Rostdanmi? Bu helikopterni qo'yasizda. Nima? Orif, sotmaymiz deb kelishuvdik-ku. Ana, bular hattoki kelishib ham olgan. Nima? Sen shu daraga chiqdingmi? Gelik. Kimdan kutsam ham, sendan kutmoqdim. Kechiring, ustoz. Ha, kechiring, ustoz. Kechirimingni pishirib yesin. Voy, urushmanglar. Qani. Davay, kalalaring ham pulli to'lisizlar. Bizda pul yo'q-ku axir. Menga farqi yo'q. Senlar qachondan beri mendan narsa o'g'irlab kelasanlar? Nima? Shu gaplar rostmi? Ha, rost, lekin bugundan boshlab o'zing pul topib, o'zing mehnat qilasan. Bo'ldi. Ninzosi kutib turadi. Keling, bor, bozorga chiq. Savdo qil. Nima? Foyda kelib tursin-da. Hadeb ziyon keltiravermalaring. Ustoz, axir, Gelik, sen asrab olganimga meni pushaymon qilma. Yaxshi. Olim, og'ay Orif. Yur, ketdik. Shunda meni xayolimga olmos yo'q, qilich yo'q, sabzi sotishdan boshqa g'oya kelmadi. Chunki men o'zimda anchadan buyon qamrab qo'ygan sabzilarim bor edi. Qolinglar, sho'rindan shakar sabzilar bor. 2 olsanglar, bittasi tekin. Uka, menga 20 ta sabzi ber. Xo'p bo'ladi. Mana, olishingiz mumkin. Rahmat uka. Bitta yangi ochlaringmi? Ha, olim. Yo'q, tiqilibmi, ha? Olim, yetchingsan-da. Ha, yangi ochdik. Ha, yaxshi, kelib turamiz endi. Xo'p. Qara olim, bizda birinchi 9 ta suratimiz. Yur ketdik. Yur, ustozga aytamiz. Ustoz xursand bo'ladi. Qani yur. Ustoz, biz 9 yuan topdik. 9 yuan. Qarang, ustoz. Ustoz? Qaytasiz, ustoz?
Ha, bag'lardami? Mana. Hop. Hop, ustoz. Yaxshi, hozir ustozni topaman. Biz qarang, biz olim qani ha kelayotgandir qissa. Zumrad topdik. Ustoz sizga nima qildi? Ustoz sizga nima bo'ldi? Meni vaqtim tugadi. Ustoz. Unaqa demang. Ustoz siz hali yaxshi bo'lib ketasiz. Kasal o'zingiz nima qilibdi? Sen tushunmayapsan. Menga zahar berishgan. Uni albatta top. Sen kelajakda buyuk ninja bo'lib ketishasan. Ustoz. Beni kechiring. Ustoz. Men sizga munosib shogird bo'lolmadim. Ustoz. Meni kechiring. Bor yo'g'i 9 ta olmos bilan qanday qilib yashash mumkin? Hayronman. Mehmonxonaga borib turaman shekilli. Assalomu alaykum. Sizda joylar bormi? Ha, bizda 2 va 5 xonalar bo'sh. Rostdanmi? Ikkinchi xona 2 ta zumrad ekan, ha? Ha, shunday. Yaxshi. Mana. Yo'q. Kechirasiz. Mana. Men bo'lsa 2-chi xonaga boray. Mana bu xonani bir ko'raychi. Vau, zo'rligini. Hoy, o'zingizning xonangizga. Shu 2-chi qavatda shekilli. Ha, 2-chi qavatda. 2-chi xona. 2-chi xona. Bu yer nima bo'ldi? Xo'p. Ochiq osmon bag'rida uxlayman ekanda endi. Yaxshi, faqat mana shu yerdan sovuq kirib turar ekan. Yaxshi. Pulim ko'paysa, bundan ham zo'rlarga o'taman. Yaxshi, sandiqqa solib qo'yaydi. Shu payt xayolimga qilich olish kelib qoldi. Axir men ninjaman-ku. Mana bu qilich qancha turadi? Bumi 1 stak zumrad. Nima? 64 stakmi? Zumradmi? Bunisi 50 ta. Vau, ana orqadagilari-chi? Ular atiga 2 tadan. Ya'ni 2 ta zumradga bitta, shundaymi? Ha. Unda menga bitta o'sha qilichdan bering. Men axir Ninja Kaining shogirdiman-ku. Mana puli. Ha, yaxshi. Hozir beraman. To'g'ri tashla yoki nima urib bo'lmoqchimisan? Yo'q. Umuman. Yo'q. Hoy, eshak. Ha, mana shunday. Yaxshi. Xo'sh, olaveraymi? Ha, olaver. Hozir. Hoy, o'zim beraman. Yaxshi. Va mana men qilich oldim. Endi bu qilichga qandaydir nom bermoqchiman-ku, lekin keyingi qismda olasizlar.